Ahror Ramazon oyida oilasi uchun xonadon sotib olmoqchi edi. Boshlang'ich to'lov uchun kamida yana 2 oy ishlashim kerak ekan. Lekin Ramazon oyi yaqin. U mashinasini ham sotmoqchi bo'ldi. Agar mashinamni sotsam, yo'q, mashinani sotish variant emas ekan. Agar xohlasang, menda boshqa variant bor. Qanaqa variant? Hozir ko'rasan. Qani beshon. Ey, ana oilani ko'ryapsanmi? Ularni ham senga o'xshab bosh to'lov uchun puli yetmay turgandi. Lekin shartnoma qilishadi. Bu nima degani bilasanmi? Nima degani? Senda ham xuddi shunaqa imkoniyat bor degani. Yana ham aniqroq tushuntiring. Hop, batafsil tushuntiraman. Eshit. Xonsaroy kompaniyasi Ramazon oyi munosabati bilan barcha xonadonlar uchun boshlang'ich to'lovni 3 ga bo'lib to'lash imkoniyatini beryapti. Va undan tashqari oylik to'lovlarni esa 50 oygacha to'lash imkoniyatini beryapti. Va yana undan ham tashqari do'stlar, har bir xonadon xarid qilgan mijoz uchun ajoyib qimmatbaho sovg'alar mavjud. Bu nima degani bilasanmi? Nima degani? Qol. Bu degani mashining yoningga qoldi degani. Va bu degani sen to'plagan puling bilan oilangga xonadon sovg'a qilsang bo'ladi degani.